Va nihoyat 12 kW gibrid inverter hamda 20 kW litiy железо fosfat original akkumulyatorlar bilan o'rnatib bitirilgan obyektimizni topshirdik. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Men gibrid inverter o'rnatmoqchiman, akkumulyator ham qo'ymoqchiman, lekin hozir quyosh panel qo'yishga toqatim yo'q, pulim yetmaydi. Shu holatdan foydalansam bo'ladimi deb so'rashadi-yu. Albatta bo'ladi. Mana bu inverterimizni shunchaki UPS sifatida o'rnatib qo'yganmiz. Buni funksiyalarini tanishtiraman. Ham quyosh panel o'rnatsa bo'ladi, ham akkumulyator o'rnatsa bo'ladi, ham davlatga ham sotadi va uy ham elektr toki bilan qanchadir miqdorda ta'minlaydi. Bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. Buni o'rnatayotganda bitta narsani yana ta'kidlab o'taman. Inverter bilan akkumulyatorni oraliq masofasini o'rtacha 1,5 metr qilishinglarni tavsiya qilaman. Bu kitobida ham yozilgan instruksiyasida va uni kontaktlarini maksimal darajada mukammal qotirish kerak, qizib ketish kerak emas. Zazimlayni albatta bo'lishi shart. Zazimlayni bo'lmasa bu juda ham nobop holatda bo'ladi, chunki har xil holat bo'lishi mumkin. Va albatta buni monitoring qilish uchun telefonga ulab bersanglar, mijozinglar har doim uni ko'rib, kuzatib turadi. Hozir men sizlarga buni ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu yerda uyi remontiga alohida baho berib qo'yasizlar. O'ta did bilan qilingan bu xonadon. Mana monitoringda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Quyosh panel o'rnatilmagan ko'rasizlar, bu yerda yo'q. Akkumulyator zaryad olyapti. Hamda mana uy ham qisman bo'lsa ham ta'minlab beryapti. Kotyollar menimcha ulangan. Xo'sh, generatorlarni ham ulasa bo'ladi. Bunga bemalol monitoring qilsa bo'ladi. Mijozimiz xohlagan paytlarda quyosh panelini o'rnatib olsalar bo'ladi. Lekincha meni ishimdan tashqari bu yerda elektrik ishlagan, slabatochnik ishlagan va santexnik akalarimiz ishlashgan. Ularning ishligiga alohida baho berib qo'yasizlar. Men katta shitni ochmayman, chunki bu meni ishim emas. Men bu yerda faqat jamoam bilan inverter va akkumulyator o'rnatib berganman. Agar mehnatimiz va maslahatlarimiz, berayotgan ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, mana bu narsani bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Yana nimalar sizlarga qiziq